Telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatish qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Adliya vazirligi Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining yangi tahririni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Ushbu hujjatda telekommunikatsiyalar xizmatlarini ko'rsatishda fuqarolarga qulayliklar yaratishga qaratilgan quyidagi bir qator yangiliklar belgilandi. Jumladan, mobil aloqa abonentlarining shaxsiy hisobida mablag' xizmat ko'rsatishni davom ettirish uchun yetarli bo'lmaganda aloqa operatori hamda abonentlar o'rtasida tuzilgan shartnomaning muddati, ya'ni mavjud bo'lmagan raqam holatiga o'tkazish muddati 2 oydan 1 yilga uzaytirildi. Abonentlar amaldagi tarif rejasini istalgan boshqa tarif rejasi bilan almashtirishi mumkin bo'ladi. Bundan muayyan guruh yoki ma'lum bir hudud uchun ishlab chiqilgan alohida tarif rejasiga o'tish mustasno. Amaldagi tarif shartlari o'zgarganda abonentlar kamida 15 kun oldin ommaviy axborot vositalari, rasmiy veb-saytlar yoki SMS xabarnomalar orqali majburiy tarzda xabardor qilinadi. Aholiga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida xizmat ko'rsatish punktlariga yetib kelish imkoniyati bo'lmagan fuqarolar uchun yashash joyiga borish, olis va yetib borish qiyin bo'lgan aholi punktlarida sayyor mobil aloqa xizmatlari ko'rsatilishi yo'lga qo'yiladi.